Rak kasalligi birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi bosqichlarida insonlar dastlabki birinchi, ikkinchi bosqichini bilmaganday o'tkazib yuboradi-da. Doktor ko'rigiga bormayman, operatsiya qiladi, ko'kragimni kesib tashlayman dedi. Bosh miyamni ocharkan, urushaman ham insonlarni, doktor ko'rigiga boring dedi. 100% degan so'zni bitta joyda ishlatish mumkin, tabiiyligiga nisbatan. Ko'pchilik insonlar farzandidan nolib qoladi-yu. Farzandim eslab qola olmayapti, eslab qolish qiyinlashyapti, yoki aytaylik ozgina xotirasi past bo'lib qoldi degan holatlarda geniy bilan sirop albatta ichsa zo'r bo'ladi. O'z xohishi bilan olsin, ixlosi bilan olsin, shu narsa unga shifoli bo'lish uchun harakat qilaman. Onkologik kasallik haqida namcha qo'rqinchli gaplarni aytasizlar deyshadi-da. Ko'pchilik aytishadi, yosh ko'rinish sababi pulda deb o'ylashadi-da. Pul tikish kerak, piramida pitani qilish yo'q. Tayyorlanish jarayonigacha o'zim o'tkazaman. Shuning uchun men ayta olaman. Assalomu alaykum. Rak degan tashxis qo'yilgandan keyin insonlarning xayoliga keladigan qo'rqinchli xabar bu ana o'sha tashxis qo'yilgan insonning o'limi bilan bog'liq bo'ladi. Rakka chalinibdi, o'larkan. Rak bo'libman, o'laman ekan. Endi bu kasallikdan qutula olmasam kerak. Bu kasallik tashxisi qo'yilganda endi qornimni teshib ichagimni chiqarib qo'yishadi deb qo'rqib ketdim. Ko'kragimni kesib olib tashlasa ayolligim qayerda qoladi? Bosh miyada ekan, falaj bo'lib qolmasmikinman? Rak bilan bog'liq mana shunday qo'rqinchli xabarlar vaziyatlarni yanada chuqurlashtirayotganini ko'zimiz bilan ko'rib kelyapmiz. Lekin biz mana shunday podkastlar davomida rak u qadar ham qo'rqinchli emasligini tushunib qoldik. Qachon qo'rqinchli bo'ladi onkologik kasalliklar, qachon qo'rqmasa bo'ladi? Shu savollarni bugun muhokama qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Men endi 1-2 bemorlarning intervyularini ko'raman xolos. Lekin siz kuniga o'nlab insonlar bilan muloqotdasiz. Ularning hammasi ikkinchi darajadan ham yuqoriroq holatdagi rak kasalligiga chalingan insonlar. Bor, ko'p, juda ko'p. Yostiqqa yotib sizga qo'ng'iroq qiladi yoki yaqini qo'ng'iroq qiladi. To'g'ri. Yuqoridagi savol. Rak kasalligiga chalingan inson qachon bundan qo'rqish kerak, qachon rakdan qo'rqmasa bo'ladi? To'g'risini aytadigan bo'lsam, rak kasali bilan kasallangan inson o'zi qo'rqishdan foyda yo'q. Rak kasali bilan kasallanmagan inson qo'rqish kerak. Chunki onkologik kasallik bilan kasallanib qolgan inson o'ziga kuch topib davolanishga bo'lgan e'tiborini ko'proq qaratish kerak. Lekin nimaga, nima uchun, nima qildim, qayerda xato qildim degan narsa bu o'zi insonni vaqtini oladigan narsalar. Lekin sog'lom insonlar rak bo'lmasligi uchun harakat qilishni so'ragan bo'lardim. Chunki mana hozirgi paytda onkologik kasallik juda ham ko'payib ketmoqda. Befarqlik, e'tiborsizlik nimaga aynan bemor inson siqilish kerak? Sog'lom inson ham siqilish kerak. O'zini ehtiyot qilish kerak. Ko'proq o'ziga e'tibor berish kerak. Doktor ko'rigidan o'tish kerak. Har narsaga siqilish kerak emas. Sabablari juda ham ko'p. Men o'ylayman, bemor inson emas, sog'lom inson ko'proq o'ylash kerak deyman. Chunki o'ziga e'tibor berish kerak deb o'ylayman. Rak kasalligi 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi bosqichlarida insonlar dastlabki 1-chi, 2-chi bosqichini bilmaganday o'tkazib yuboradi-da. Boshi ozgina og'riydi, ozgina ishtaha yo'q bo'lishi mumkin, lekin 3-chiga o'tgandan keyin tibbiy tekshiruvlarga borganda ko'zi katta bo'lib chiqadiganlar bor. Albatta. Bemorni chiqarib olib turib yaqiniga aytadigan kasallik tashxislari bor-da. Albatta. Bunaqa vaziyatlar siz ko'p ko'rasiz. Ko'p ko'raman, lekin aynan shunaqa vaziyatlarda ko'pincha o'ylab qolaman-da. Ana o'zim aytasiz-ku, 3-darajada o'sha og'riq boshlanadi, bilgandan keyin ko'nglanishi kuchayadi deysiz-ku. Men o'ylayman, buni insonning o'zi qiladi. Ya'ni og'riqlarni, simptomlarni rivojlantirishga bo'lgan sabab o'zidagi qo'rquv. Chunki inson o'zidagi yashirin narsani bilib qoldi-da. Yashirin narsalar, kartalar ochilgandan keyin inson endi haqiqatga oynaga boqadi. Ya'ni o'zini ko'radi. Ana unda o'sha bee'tiborlik bilan oldin oyog'im og'rirdi, shuning uchun oyog'im og'rirganda yoki misol uchun oldin qo'ynim aynib turardi, shuning uchun aynib turar ekan degan savollariga javob topishni boshlab va o'zi kasalligini va simptomlarini og'irlashtirib yuboradi. Ya'ni oddiy misol, siz hayo surib
salqin joyda, qorong'i joyda o'tiribsiz, hayosirab, maza qilib, orqangizdan bir inson kelib, yarim kechasi qo'rqitsa, butun badaningiz jimirlab ketadi-ku. Xuddi shunaqa narsa inson ham bemorligini, kasalligini bilgandan keyin xuddi shunaqa butun badanidan xuddi muzdek suv quygandek jimirlash hosil bo'lgandan keyin yana kasalliklar mana endi signal boradi, mana endi men yana rivojlanishimga yaxshi bo'ladi degan holatda organizmda o'zgarish kuchli bo'ladi. Yuqorida aytib o'tdingiz, onkologik kasalliklar kundan kun ko'payib boryapti. Ming afsus bilan qayd etiladigan holat. Bunga beparvolik, bilib bilmasdan tashxis qo'yish. Endi mana yana bitta xavf paydo bo'ldi. Sun'iy intellekt degan, uni hamma o'ziga shifokor qilib olyapti-da. Savollarni berib, og'riqlarini yozib, to'g'ri, u ham shifokorga bor deydi, ammo dastlabki javoblar bilan qoniqib qolyapti insonlar. Bu ham onkologik kasalliklar rivojida salmoqli o'ringa egami bugungi kunda? Internetda tashxislash. Xo'p, hozirgi paytda juda ham ko'pchilik insonlar menda ham juda ko'p bo'ladi. Doktorga borganmisiz desam yoki tashxisini menga tashib beraman deyshadi. Keyin tashxisimni so'radim, gaplashdim deydi. Kim bilan gaplashdingiz, nima bo'ldi deb savol bersam, gapiraveraymi? Shifoyoniga. Hozirgi paytda kimdan so'radingiz deb so'rasam agar, birinchi navbatda sun'iy intellekt so'radim. Menga aytdi, xavfli narsa yo'q ekan, yoki doktor ko'rigiga bormasam ham bo'lar ekan, men bunaqa narsa qilishim kerak ekan deydigan narsa haqiqatan menda juda ham ko'payib ketdi. Lekin birinchi navbatda xoh u bemor onkologik kasallik bilan kasallangan bo'lsin, xoh bo'lmasin, men doktor ko'rigiga jo'nataman. Shart deyman. Siz o'zaro bilib bilmasdan hattoki halilani ichmang deyman. Sog'lom inson ichsa bo'ladi, lekin u insondan nima qilaman hozir pulini olib turib, unga taklif qilib, undan ko'ra aniq narsa bilan, misol uchun tashxis aniq, kasallik aniq bo'lib kelsa, ana o'shanda men yana ham aniqroq ishlayman u inson bilan. Lekin u inson hali o'zi bilmagan narsasiga men kimgadir yordam berishim juda qiyin. Insonlar sun'iy intellektga shunaqangi kirib ketganki, uni shifokor, uni ona, uni ota o'rnida hatto foydasi juda ham katta bo'lishi mumkin. Men tan olaman, bu hozirgi paytda zamonamiz kerak bo'lgan narsa. Muammo yo'q, lekin inson o'z sog'lig'ini aynan kimga ishonyapti? Mayli keling aytaylik, insonlar hozir sun'iy intellektdan borib so'raydi, javobini oladi, qoniqadi, o'tadi, ertaga nimadir bo'lib qolsa, ahvol og'irlashsa, sun'iy intellekt bilan urisha oladimi? Sun'iy intellektga borib ayb qo'ya oladimi? Nega boshqa payt insonlar shunki yaxshi ko'radi-ku, misol uchun aybni kimgadir ag'darishni, kimdandir ayb izlashni. Mening fikrim shuki, biz yo'l tanlashda ko'proq adashib qolyapmiz deb o'ylayman. Ayniqsa onkologik kasallik bilan kasallangan insonlarga aytgan bo'lardim, biz aniq yo'l tanlashda adashyapmiz. Lekin to'g'ri, bir nechta yo'ldan yurish ham oson emas. Lekin yo'lni to'g'ri tanlash kerak deb o'ylayman. Har doim siz mana bemorlar bilan muloqotda eshitib boryapman-da, Halila mahsulotiga murojaat qilganingiz yaxshi, Halila mahsulotiga murojaat qilganingizdan xursandmiz, lekin shifokorni ham unutib qo'ymang deysiz-da doim. Albatta. Bu bemorlar tomonidan to'g'ri qabul qilinadimi? Ertaga keyin bu shifokorni natijasi edi, o'zi mana bunday degan gap so'zlardan, hadikni yo'qligidan hayratdaman to'g'risi. Hozirgi vaqtda hattoki iltimos qilaman, hattoki urushaman ham insonlarni doktor ko'rigiga boring deb. Chunki bu misol uchun ko'pchilik endi siz doktorni yomon ko'rib qolgan insonlar ham bor. Doktor ko'rigiga bormayman, operatsiya qiladi, ko'kragimni kesib tashlayman dedi. Bosh miyamni ocharkan, qanaqa qilib bosh miyamni ochgandan keyin bu qanaqa narsa Yusufbek, yoki ichagimni qornimga chiqarib qo'yar ekan. Bu nima degani? Men endi shunaqa ahvolda yuramanmi, qudaliman yoki hali turmushga chiqmaganman, hali bolamlik bo'lmadim deydigan savollar ko'p. Ular aynan shu narsa bilan doktor ko'rigiga bormayman deb to'sib qo'yib olishadi. Lekin vaholanki ularga to'g'ri tushuntirish harakat qilaman. Mayli, siz u narsani o'zingiz bilasiz. Kimiyani nur olish, olmaslik, operatsiya qilish bu sizdan, lekin baribir ko'rikdan o'tib turishingiz kerak. Misol uchun Halila mahsulotini 3 oy davomida iste'mol qilib, doktor ko'rigidan o'tish kerak. Sababi ikkita xulosa eski, yangisini solishtirish uchun iltimos qilaman, hattoki shunga jo'nata olmayman insonlarni. Shu darajada yo'q, mana deydi, 1 oylik umri qolgan, bo'ldi, bu o'ladi deb siz o'lasiz. Xafa bo'lmang, vaqtingizdan to'g'ri foydalaning deb chiqarib yuborgan. Bunaqa insonlar juda ham ko'p. O'shaning uchun doktor ko'rigiga bormayman deydi.
Lekin baribir aytganingizdek avvalgi va keyingi holatni taqqoslashda ular mana bu simptomlarim ketdi-ku, mana bu holatim yaxshilandi-ku, demak menda holat yaxshi tomonga o'zgardim deb xotirjam bo'lib qolish ham kerak emas. Baribir kuzatib turish kerak demoqchisiz. Albatta. Bu narsa 100% to'g'ri. Onkologiya kasallik bilan kasallangan insonlarning barchasiga xalilani iste'mol qilishadimi, qilishmaydimi, nima narsa iste'mol qilishdan qat'iy nazar o'zi doktor qabuliga o'zi chaqirishadi. Har 3 oy, 2 oy, 1 oy o'zini vaqt soati bor. O'sha vaqt soatida borishni tavsiya qilaman. Agar sotuvim misol uchun men uchun birinchi o'rinda bo'lganda, men faqat hozir xalilani sotib oling, doktorga bormang, doktor ko'rigidan o'tmang, nima qilasiz deb. Chunki doktorlarning juda ham ko'pchiligi, misol uchun oldinlari xalilani iste'mol qilishni taqiqlagan. Juda ham ko'pchilik insonlar. Lekin shunga qaramasdan men kimnidir sog'lig'ini xavfga qo'ya olmayman. Kimnidir hayotini xavfga qo'ya olmayman. U kimnidir onasi, kimnidir otasi bo'lishi mumkin. Bizda hech qanaqa cheklov yo'q. Xalilani ichayotganingizda uni qilmaysiz, buni qilmaysiz degan narsa yo'q. Sog'liqlarniki men faqat tezroq natija olsa xursand bo'laman. Bemorlar soni ortib borayotgani, turli yoshdagi insonlar bilan onkologiya kasallikka chalinibdi degan dialoglarni qilasizda. Bugun men yoshman, hali 30 ga ham kirmadim. Menda rak bo'lish ehtimoli yo'q deb xotirjam bo'lib qolish qanaqa oqibatlarga olib kelishi mumkin? Endi bu narsa juda ham noto'g'ri. Avvalambor Allohim hamma dardiga shifo bersin. Hech kim kasal bo'lmasin. Chunki insonni o'zi bilmagan sirli kasalliklari bo'lishi mumkin. O'shaning uchun avvalambor inson sifatida hozirgi paytda shu tabobat ichida yurganligim uchun aytgan bo'lardim. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Inson o'zini tanasini hurmat qilmaydi. Bu haqiqat. Buni tan olish kerak. Hozir savol bersam, masalan, kommentariyaga yozinglar. Oxirgi marta kim o'zini aytaylik, masajga bordi, badanini misol uchun masajga olib bordi, badani uchun nima qildi? Aytaylik, alifkovi masala oddiy misol uchun. Bir hafta bir marta kim butun badaniga surib, misol uchun badanidagi misol uchun aytaylik yopilgan terilarni ochib, poralarni ochib, badaniga yayrashga imkoniyat qilib berdi. Kim? Biz hozir xuddi 10 kilolik misol uchun narsani osib olib yurgandek yuramiz-da. Yuzimizni yuvdik, cho'mildik, bo'ldi. Bu degani biz top-tozamiz, yengilmiz degani emas. Inson nafaqat ichki organizmini, tashqi organizmlarini ham, terini, butun organizmini ham ozgina bo'lsa ham check-up qilib turish kerak deb bilaman. Balkim bu narsani noto'g'ri deb bilishar. Balkim ko'pchilik bu narsani pulga borib taqashi mumkin-da. Yo'q. Pul ketmaydi. Bor yo'g'i bitta barjomini butilkasini olasiz, shunda mashtiga qo'yasiz, bitta tog'ora olasiz, katta tog'orani olasiz, ichiga shunda isiriq solasiz, yod solasiz, tuz solasiz, shunda qo'yasiz, shunda oyog'ingiz solasiz, 15 minut o'tirasiz. 15 minutdan olib butilkani shunda olib oyoqni tagiga solib masaj qilib o'tiringlar, bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas. Chunki butun insonning organizmining eng kerakli nuqtalari insonning oyog'ini tagida joylashganda baribir. Endi bu taklifim. Chunki inson qanchalik e'tibor berganmisiz? 60 yoshlik hech yosh ko'ringan insonni ko'rganmisiz? O'zbek kontingentining orasida juda ham kam. Lekin ko'p. Bor-a, boshqalarda bor. Ular qanaqa, misol uchun, ko'pchilik aytishadi, yosh ko'rinish sababi pulda deb o'ylashadi-da. Pul tikish kerak, pravильно pitani qilish yo'q. Unaqa narsani o'zi yo'q. Inson o'zi uchun o'zi, misol uchun aytaylik, pravильно pitani deganda siz faqatgina ana 300-500 dollarga ovqat olishingiz kerak degani emas. Faqatgina ozgina me'yorda yeyotgan narsangizga e'tibor berishingiz kerak xolos. Uyda boridan to'g'ri foydalanish kerak. Shunaqa narsa kerak emas, ortiqcha narsa e'tibor berib, bo'ldi men sog'lom turmush tarziga yashayman, kosmetologga eshigini tegib borib yotib olaman, faqat polni check-up qilaman. Yo'q, har bir narsada inson o'zi ko'rganchalik ko'radigan darajada qilish kerak demoqchiman-da. Ya'ni mablag'idan kelib chiqqan holatda. Chunki biz oxirgi payt mana shu 3 yil, 4 yil deylik, misol uchun hozir ko'rayotgan bo'lsam, ko'pchilik insonda og'ir period ketyapti-da. Bosim bilan yashashga o'rganib qolganmiz. Ish ko'p, pul ololman-ku deymiz-da. Kim o'zarga, undan o'tay, bundan qolib ketmay. Shunaqa narsa bor. Balkim bu narsa nimaga bu kasallikka bog'liq, nimaga bu mavzu haqida gapirishyapti deyishingiz mumkin. Lekin men kasallikdan oldingi jarayonni aytayapman hozirgi paytda. Inson o'zi xohlasa unga chiroyli yashash uchun, sog'lom yashash uchun katta pul kerak emas. Hozirgi paytdan kam rasxod qilayotgan bo'lsangiz qilasizki, agar правильно питаниеga o'tadigan bo'lsa, inson to'g'ri yashash tarziga o'tadigan bo'lsa, ko'p pul ishlatmaysiz. Oddiy misol, nafas olib chiqarishni ham to'g'ri nafas olish.
bitta shu narsani o'zi bilan inson o'zini ichidagi onkologiya kasalligini o'ldirishi mumkin. Kislorodlarni siqib qo'ygan holatda. Chunki onkologiya kasallik kislorod bilan nafas oladi. Rak kletkalari onkologiya kasalliklar kislorod bilan nafas oladi. Undan tashqari yurakni tozalash mumkin. Ichki bosimni, ichki organizmdagi kirlarni chiqarish mumkin. Juda ham ko'p narsa qilsa bo'ladi inson. Hech qanaqa ortiqcha pulsiz, mablag'siz shunaqa. Hozir endi bu tavsiyalar sog'lom yashayotgan insonlarga ham taalluqli-da. Albatta. Aytib o'tganingizdek, tejamkor hayot tarzi bu o'zini nimalardandir tiyish emas, borni to'g'ri sarflashga o'rganish. Endi savol tug'iladi. Onkologik kasallikka chalingan bemorlar, mana ko'ramiz, toifa tanlamaydi-da bu kasallik. Boymi, kambag'almi, erkakmi, ayolmi, bolami. Puli yo'q, mablag'i yo'q holatda mana shu kasallik tashxisi qo'yilgan insonlar qanday yordam bersa bo'ladi o'ziga? Atrofdan qanday yordam olsa bo'ladi? Xo'p, mana shu narsa uchun bir narsani aytaman. Yaqinda o'zim ham ko'rdim, chunki ko'pchilik inson bilan ishlayman. Oldinlari men to'g'risini aytaman, iloji yo'q deb o'ylardim mana. Qanaqadir periodda balkim blok qo'ygandirman, chunki baribir mablag'ga borib taqiladi deydigan narsa bo'lgan, o'zimda xato narsa bo'lgan ekan dedim. Bir ayol onkologik kasallik bilan kasallanib qolgan. Endi mablag' bor, puli bor, yo'q payt bor, har xil holat bor, kichkina farzandlari bor. Nima qildi u ayol? Suv, oddiy suvni olib, suvga Alloh bilan gaplashib turib, "Yo Alloh, o'zing qodir egamsan, o'zing bizni yaratding, dardi ham o'zing berding. Allohim, shu suvni mana ichimdagi kasalliklarimga o'zing shifoli qilib bergin. Shu kasalliklarimni o'zing yuvib yuborgin. O'zing men ko'ra olmaydigan, men bilmaydigan, meni qurbim yetmaydigan joylarimdagi o'sha barcha kasalliklarni chiqarib yuborgin. Shu bir qutlum suvni butun o'zim ruhimga, tanimga shifoli qilib bergin" deb shu ayol ichgan. Xohishoning, xohishonmay onkologik kasallikka sog'ayib ketgan. Bu haqiqat. Chunki bunaqa bo'lgan haqiqiy narsalar juda ham ko'p. Chunki nima deydi? Bu hozir sizlarga qanaqa tushuntirib bersam mumkin? Xuddi osmondan tushgandek bo'lib qolsa kerak. Alloh bilan yaqin bo'lib gaplashgan xolos u inson. Allohdan astoydil so'ragan. Ya'ni men qaysidir inson so'ramagan demayman. Onkologik kasallik bo'yicha kasallangan hozir insonlar aytishi mumkin. Men so'ramaganmanmi? Men yig'lamaganmanmi deyishligim mumkin. Aytmaganmanmi? Aynan o'zini vaqti, o'zini payti, ya'ni insonda shunaqa payt bo'ladi-da, qachon kimni duosi o'tib qolishi hech kim bilmaydi-da. O'sha uchun to'xtash kerak emas so'rashdan deb bilaman. Chunki o'zimda 4-bosqichdagi onkologik kasallikda qanchadan qancha insonlar sog'ayib ketgan. Kuni kecha andijonlik bir inson turmush o'rtoqlariga ayollar aytadilar, erimga olib berdim, doktorlar operatsiya qilamiz, bosh miyani ochamiz deyishdi Yusufbek. Kimyo nur olmadik, yurolmay qoldilar, o'tirib qoldilar, ovqat yemayaptilar umuman dedilar-da. Hallilarni ichirishi boshladik, Allohga shukr bir oyda turib yurib ketdilar dedi otdi. Ishtahalari ochilib yaxshi, boshi aylanmayapti Yusufjon deyaptilar. Endi nima demoqchiman? Doktorlar javob berib o'rganda o'sha ularga. Javob berib o'rgan. Yo operatsiya yoki endi bu gapimdan nima demoqchiman? Hech kim bu shifoni qattaligini bilmaydi. Balkim halilada ham mas'ul inson shifosi. Men ham bilmayman bu narsani. Ko'pchilik aytadi, mana kuni kecha bo'layotgan voqea onkologik kasallik bilan halila mahsulotini olib ichdim, menga deydi shifo bo'lmadi deydi, yordam bermadi. Yo kuchaytirib yubordi deydiganlar bor. Men aytaman, xo'p, bir narsani to'g'ri tushuninglar. Kimyo nur o'tganinglarda onkologik kasallik to'xtadimi? Yo'q. Xo'p, operatsiya qildirdingiz. 20 ming, 30 ming dollarga operatsiya qildirdingiz. Onkologik kasallik yo'qolib ketdimi? Yo'q. Nimaga hozir yana operatsiya qildirmoqchisiz? Yana o'sib ketdi. Nimaga 10 ming dollarga kimyo olasiz? Yana o'syapti. Xo'p, bir oyda siz bundan nima xohlayapsiz? U nomi bilan ximiya, nomi bilan operatsiya, aniq fakt bilan nima qilishi aniq. Bu tabiiy narsa. Bu immun tizimini yaxshilab bergani uchun siz bilan ishlaydi-ku. Nima? Xo'p, mayli aytaylik, kelinglar, xalila mahsuloti onkologik kasallik uchun emas deb hisoblaylik. Umuman u uchun emas. Hozirgi paytda onkologik kasallik bilan kasallangan insonlar menga qo'ng'iroq qilishadi, og'rig'im qolishi uchun nech pul siz beraman deydi. Og'rig'imni qoldirib bering deydi. Ishtahasi ochilishi uchun agar ishtahasi ochilsa, shunaqangi insonlar bo'lgan, nima siz qilib beraman degan, onammi, otammi ishtahasi ochilsin deganda.
yoki oddiy misol doktorga borib kapelnitsa oladimi palon puliga ishtahasi ochilishi uchun, dori olish uchun. Nimaga buni ichmaydi? Mayli. Xalila mahsuloti ishtahani ochadi. Og'riqlarni qoldirishga yaxshi yordam beradi. Ko'ngil aynishlarni qoldirishga yaxshi yordam beradi. Bosh miyadagi sudirgini olishiga, suvlarni so'riltirishga, asyoklarni ketqizilishiga yordam beradi. Men rak kasalligini emas, bu tomonlama aytyapman-da. Ovqat hazm qilishga yaxshilab beradi. Jigarlardagi yog'larni eritishga yordam beradi. Undan tashqari bachadonlik, kista, mioma, mastopatiya, fibroz mastopatiyagacha oldini olishga yordam beradi. Xo'p, rak uchun emas, shu uchun olib ichsin. Keling, rak uchun demaylik mayli mana. Lekin shu narsa uchun doktor yugurib, palon pul ishlatib yurgan insonlar qancha? Bitta inson bor, menga deydi, Xalila mahsulotini olib ichdim, yordam bermadi. Xo'p, lekin ishtaham ochildi, og'riqlarim qoldi, yaxshiman. Bunimi? Onkologiya kasalligim yo'q bo'lib ketmadi-yu doktorda. Nima deyishga ham hayron bo'lib qolasan. To'g'risi, juda qiyin bunaqa paytda. Biz faqat to'g'risi boshqa kompaniyalarga o'xshab turib, men faqat gapim iching, oling degan narsani hattoki guruhda ham ishlatmayman. Insonlarga bosim umuman o'tkazmayman, chunki o'z xohishi bilan olsin, ixlosi bilan olsin, shu narsa unga shifoli bo'lish uchun harakat qilaman. Bo'ldi. Agar men shunaqa bosim bilan xohlab faqat maqsadim sotuv bo'lganida, unda hozir o'zida shu yerda umuman boshqa gaplarni gapirgan bo'lardim. Va Xalila mahsulotini tavsiya qilinayotganda 100%lik natija degan so'zni ishlatmaysizda deyarli. Yo'q. 100% degan so'zni bitta joyda ishlatish mumkin tabiiyligiga nisbatan. Ya'ni tarkibida birorta kimyoviy preparati yo'q, 100% tabiiy giyohlardan tayyorlangan mahsulot deb ayta olasiz. Men ayta olaman, chunki tayyorlanish jarayonigacha o'zim o'tkazaman. Shuning uchun men ayta olaman. Agar misol uchun men o'zim ximik narsa solganimda yoki misol uchun qanaqadir ichida kimyoviy vitamin nimadirlar bo'lganida unda aytgan bo'lardim. Hattoki misol agar yoki ko'rmaganimda tayyorlanishini, nima qilinishini, nimalardan tashkil topganini ko'rmaganimda unda aytgan bo'lardim haqiqatan. Rak kasalligiga chalingan insonlarni juda ko'pi bilan mana o'zimiz ham gaplashdik. Farzandlarim menga aytmadi, menga bildirishmadi deb ma'lumotlarni aytishadi-da. Mana shu paytda yana bitta savol tug'iladi. Men yaxshiman deb yuraverish ba'zi holatlarda insonni ziyoniga ishlab qo'yishi mumkin-da. Mana shu illyuziyaga aldanib qolmaslik uchun bemorlarga nimalarni tavsiya qilasiz? Xo'p, agar turmush o'rtog'i yoki yaqinlariga yetmagan bo'lsa, albatta etishni tavsiya qilaman birinchi navbatda. Bilaman bu og'ir, lekin u inson siz uchun harakat qilishiga qo'yib berishingiz kerak. Ertaga ahvol og'irlashgandan keyin siz men uchun hech narsa qilmadingiz. Siz men uchun kurashmadingiz deydigan narsa bo'lmasa va u inson men bu inson uchun hech narsa qila olmadim, men harakat qila olmadim, asrab qola olmadim deydigan narsa bu juda ham og'ir narsa. O'shaning uchun agar albatta men tavsiya qilardim, vaqt cho'zmasdan yaqinlaringizga shu kasallik bilan kasallanib qolgan bo'lsangiz etishni tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki ular ham siz uchun nimadir qila olishini ko'rasiz va ular ham his qiladi, nimadir qildim-ku degan narsa ularda bo'ladi. Turkiyaga yaqinda bordim. Turkiyaga kuni kecha borganimda O'zif olib keldim, Turkiyadan borib. Ayollari 4 yil davomida o'zlarini yastig'doshlaridan onkologiya kasalligini bekitib yurganlar. Ko'krak saratoni oryapti ozgina, u bo'lyapti, mazam yo'q deb turib, hattoki ximiya olib kelgan paytlarini bekitgan ekanlar. Tasavvur qilasizmi? 4 yil davomida ximiya olib kelib bekitib yurgan ekanlar. 4 yildan keyin turmush o'rtoqlariga aytibdilar hozir. Xalila mahsulotini ichib, natija olib, o'simta o'sishdan to'xtab, so'rilishi boshlab, ximiya nurdan kelgan natijalar juda ham zo'r bo'lib, o'zlari chaqirishdi, borib o'zib olib keldim. Juda ham xursandlar. Xalila mahsulotini iste'mol qilayotganlarning orasidagi yosh toifalariga to'xtalib o'tsangiz, necha yoshdan necha yoshgacha qabul qilyapti bugun? Hozirgi paytda 2 yoshdan 90 yoshgacha bo'lgan insonlar bor. 2 yoshdan boshlab turib 90 yoshgacha onkologiya kasallik bilan kasallangan insonlar bor. Yosh yoki bu tomonlama men to'g'risi jins, yosh tomonlama hammasidan bor to'g'risi.
ular tomonlama Va ishimiz davom natijalar hammasida ham hamma yoshda Allohga bor. shukr, yoshi kattada ham natija bor, yoshida ham natija bor. Albatta, natija sekin bo'tgan insonlar ham bor, yo'q emas. 4-bosqichda kelib turib, 10 kun ichida qachon yordam beradigan insonlar ham albatta, hayot bir tekis ketmagandek, bizda ham xuddi shunaqa narsa bor, lekin umidimiz bitta, shu insonlar tezroq natija olsin va shularning duosi sababli bizda ham qanaqadir hayotimizda o'zgarishlar bo'lsin, chiroyli narsalar bo'lsin deb turibmiz, Xudo xolasa. Halila mahsulotini iste'mol qilish tartiblari haqida yana bir qo'shimcha ma'lumot berib o'tsangiz, endi podkast davomida insonlar o'zini xatolarini tushunsin. Albatta. Chunki aytishadi, dorini qabul qilyapman, mana shu halilani ichyapman yoki falon narsani qilyapman, dieta qila olmayapman-da, shuning uchun ta'siri kamroq bo'ldi shekilli bu yoq degan fikrdagilar Albatta. bor. Onkologiya kasallik bilan kasallangan insonlar uchun agar birinchi navbatda tushuncha berib o'taman, halila mahsulotlaridagi barchasi tabiiy asalli qorishma, bularning ichida qanaqadir etillik, garmokimika, sintetik mahsulotlari yo'q. Bu mahsulotlarni iste'mol qilish jarayonida hamma har xil iste'mol qilish ham mumkin, lekin halila 60+ o'zini iste'mol qilish darajasi bor. 3 kun har 3 kunda ichirish tartibi o'zgarib turadi. Birinchi 3 kunlikda kichkina choy qoshiqdan noxatdek iste'mol qilinsa, ikkinchi kunda ikkinchi 3 kunlikda 2 mahal. Uchinchi 3 kunlikda 3 mahal noxatdek. Keyingisida esa xuddi shu 3 kun yarim choy qoshiqdan 1 mahal, 2 mahal, 3 mahal, kelasi o'sha 9 kundan keyin esa birinchi 3 kunlikda yarim choy qoshiqdan 2 mahal ichilish boshlanadi. Halila 60+. Qolgan barchasi inson sog'lig'idan kelib chiqqan holatda oshqozonda muammosi bo'lmasa, och qoringa, muammosi bor bo'lsa, to'q qoringa iste'mol qilinadi. Qolganlari 2 mahal va 1 mahal iste'mol qilinadigan mahsulotlarimiz bor. Eng muhimi organizmga to'g'ri yondashib, to'g'ri singishi uchun biz shunaqa 3 kun davomida ketma-ketlik bilan iste'mol qilish uchun yo'nalish qilganmiz. Yana bir savol tug'iladi, Yusufbek. Bu tabiiy mahsulot deyapsizlar, 100% deyshadi menga. Oshirilgan dozada ichdim deb qo'yishadi. Noxatdek deysiz-ku, shuni birdaniga yarim qoshiqdan ichib ora qolishadi-da. Osh qoshiqda ichayotganlar bor ekan. Giyoh-ku deb. Bu qanchalik organizmga yot bo'lgan narsa kirib joylashguni uchun, organizm bilan tanish uchun vaqt kerak. Ana o'shaning uchun biz ham noxatdekkina iste'mol qilishni boshlaganmiz. Har bir insonga organizmga joylashib olgundan keyin albatta yarim choy qoshiqdan iste'mol qilish mumkin. Kimdirlar qoshiqlab tezroq shifo bo'lsin deb ichayotgan insonlar bor. Choy qoshiqda, ovqat qoshiq, katta qoshiqda yo'q, unaqa qilmang. Boshingizni aylantirib yoradi. O'z me'yori bo'lgani yaxshi. Buni ichidagi giyohlarning ham o'zini me'yori bor, ko'p. Shoshilishadi insonlar, ayrim insonlar. Agar bu narsa Xudo xolasa sizlarga ko'rinsa, kamerada Xudo xolasa ko'rsatsa, shu narsani ochib ko'rsataylik, xalqimiz ko'rsin degan maqsadda. Agar qoshiq bor bo'lsa zo'r bo'ladi, qoshiq bo'lmasa mayli. Kamerani yaqinroq olib kelib ko'rsatib qo'yamiz. Mana kameraga ko'rsataman. Tabiiy asalli qorishma. Asal bilan faqatgina giyoh aralashma holatida bo'ladi. Ochganingizdan keyin bitta qoshiqda aylantirib olasiz va bemalol iste'mol qilaverasiz. Bu achchiq emas, nordon emas, ayrim narsalar bo'ladi, og'izga bemaza ta'm berib yuboradi. Bunaqa holatlari yo'q bu narsada. Albatta, boshqa qanaqadir etiklik faol qo'shimchalar bilan qo'shimcha qilib iste'mol qilsa bemalol bo'ladi. Qanaqadir dorivor vositalarni iste'mol qilayotganda buni iste'mol qilish mumkin emas degan narsa yo'q. Unikini kesib qo'yadi, u bunikini kesib qo'yadi degan narsa yo'q. Asosiy davolanish bilan bemalol parallel ravishda olib borsa bo'ladi. Va dozani ham o'sha aytganingizdek inobatga olish kerak, to'g'rimi? Albatta. Giyoh ekanu deb xohlagancha qabul qilib olish yo'q. Bu kutilmagan. Albatta, o'zini me'yori bo'lsa, juda ham manfaatga muvofiq bo'ladi albatta. Bu savolni berayotganimiz sababi ko'pchilik o'ylaydida, shu halilani dozasini ko'paytirib, sog'ayishni qisqartirib qo'yishni xohlamaydi-da ular. Haligi cho'zib olib borgisi keladi-da degan gumondagilar ham bor ekanda. Hayron qoldim shu narsani eshitib. Yo'q, agar biz onkologik kasallik bilan kasallangan insonlar qancha tez natija topsa, biz shunchalik xursand bo'lamiz. Siz aytayotgan narsa bo'lish uchun biza tezroq siz natija olishingiz uchun biz kompleks qilganmiz. Gold Plus tarifi ichida 6 xil mahsulot bo'ladi. Eng zo'ri baribir o'shanisi hisoblanadi, chunki
baribir uni ichidagi giyohlar soni juda ham ko'p bo'ladi. 6 xil mahsulot ham qondan, ham suyakdan, ham teridan, ham yumshoq to'qimadan onkologik kasallikni tezroq quritishga, chiqarib yuborishga, metastazalarga so'rilishigacha, immunitet ko'tarib berishga, organizmni yaxshilab berishga Gold Plus tarifi yana ham tezroq yordam beradi. O'shaning uchun biz Gold Plus tarifini ishlab chiqarganmiz. Agar bizga manfaatli bo'lganida bir donasini chiqarib berib, insonlarning sog'lig'ini cho'zib borish manfaatli bo'lganida biz qolgan qo'shimchalarni qilmagan bo'lardik. Bizga eng katta narsa tezroq natija olishligi va o'sha natijani o'zi bizga katta baxt. Mana bu joyda yana yozilganda onkologik kasalliklar uchun maxsus ya'ni mizoji ho'l va sovuq bo'lgan deb yoziladi. Sovuq bo'lgan mijozlarga ham misol uchun barchasiga albatta. Chunki kimdir sovuqlik oshib ketib qoladi, kimdir sovuqlik tushib ketib qoladi, har xil holat bo'ladi. Ayniqsa mana shu oldimizda turgan Halila siropi uzum sirkasidan qilinadi-da. Uzum sirkasidan qilinganligi hisobiga buni uzum sirkasiga giyohlarni aralashtiramiz. Va uzum sirkasi bilan giyohlar chiqishgani holatida insonlarning organizmidagi ortiqcha yog'i bormi, jigardagi yog' bormi, jigarda qurishlar bormi, ishish bormi, yumshoq to'qimalardagi onkologik kasalliklar bormi, ko'krakdagi o'sha bachadondagi onkologik kasalliklar bormi, limfa tugunidagi onkologik kasalliklar bormi va og'izdan keladigan badbo'y hidlarni oldini olishga, misol uchun oshqozonida yazvasi, gastriti bor bo'lgan insonlarga zo'r yaxshi yordam beradi. Nafaqat onkologik kasallik bilan kasallangan Halila mahsulotlarini tugunli bo'qoqda, aytaylik oshqozondagi yazva, gastrit, jigar sirroz, jigarda kattalanishda, jigarda yallig'lanishda bor insonlarga va mastopatiya, fibrozin mastopatiya, kista miomasi bor insonlarga bemalol aqli zaif insonlarga ham deb. Albatta. Ya'ni o'sha ko'pchilik insonlar farzandidan nolib qoladi-yu. Farzandim eslab qola olmayapti, eslab qolishi qiyinlashyapti yoki aytaylik ozgina xotirasi past bo'lib qoldi degan holatlarda geni bilan sirop albatta ichsa zo'r bo'ladi. Mana bu hozir ochgan mahsulotimiz geni hisoblanadi va oz-moz qanaqa aytsam chiroyli bo'ladi, ruhan ozgina zaif bo'lgan insonlarga ham geni mahsuloti juda ham yaxshi yordam beradi. Demak, men buni aqlan farzandlarimizni sog'lom bo'lishi uchun olib ichirsam bo'laveradi. O'zim farzandlarimga ichiraman. Geni Halila 60+ har oy farzandlarim ichadi. Bir osh qoshiq siropni 50 gram qaynatib ilitilgan suvga aralashtirib ichiladi. Albatta. Sababi bu ko'pchilik holatlarda insonlarda bu uzum sirkasidan tayyorlanganligi uchun kimgadir ozgina aytaylik achchiqlik, nordonlik qilishi mumkin. Shu sabab suvga aralashtirgan holatda ichiladigan bo'lsa, o'ziga ham osonroq bo'ladi, ya'ni iste'mol qilinishiga. Ichni yumshatish degan xususiyatlari ham bor ekan. Albatta. Ko'pchilik insonlar ayniqsa aytadi-ku, ya'ni ichim qotib qoladi, ichim ketyapti. Ya'ni bu narsa ichaklardagi infeksiyalarning ko'payib, kamayib ketish kabi holatlar bilan bog'liq bo'lgan insonlarga ham yaxshi ta'sir qiladi, xudo xolasa. Mana suhbatlarimiz davomida eshitadigan insonlar borda, sizlarda eshitaman, ba'zi gaplardan qo'rqib ketaman, onkologik kasallik haqida namchi qo'rqinchli gaplarni aytasizlar deyshadi. Lekin biz har doim natijalar bilan qo'shib gapiramiz. Ammo saraton haqida informatsiya berilayotgan paytda kontentlari aksariyati qo'rqinchli bo'ladi o'z aslida. Albatta. Bu marketing hiylasi, dorisini sotish uchun qo'rqityapti deydiganlar ham borda. Bor. Lekin bu qo'rqitish emas. Saratonning o'zi qo'rqinchlik u. So'zini o'zi. Lekin kasallik emas, xudo xolasa, Allohim hammaning dardiga shifo bersin. Onkologik kasallik bilan biz bor narsani olib chiqamiz. Lekin vaholanki onkologik kasallikdan qo'rqinchliroq bo'lgan kasalliklar ham bor-da. U narsani eshitib, agar ich-ichiga kiradigan bo'lsa inson, ya'ni hech kim meditsina xodimlari, tabobati bilgan insonlar bu narsani biladi, lekin u narsadan yiroq bo'lgan insonlar bilishmaydi albatta. Xuddi mulkda ishlaydigan insonga o'xshab. Mulkda kim nima ish qilishini o'zi biladi, lekin agar bu ishga boshqa birov agar bu ishni qilmagan inson kelib qolgan bo'lsa, qanaqa darajada qo'rqadi? Xuddi shunaqa narsa. Misol uchun aytaylik, politsiya xodimlari misol uchun qanaqa holatlardan chiqishadi, qanaqa holatlarni bartaraf qilishadi. Agar bunga boshqa sohaning egasi kelib qolib eshitib qolsa, yo'q, shunaqami? Shunaqa bo'ladimi? Qo'y, ishonmayman deydigan holatlar bo'ladi-ku, xuddi shunaqa narsa. Ya'ni biz o'zimiz sohamizdan kelib chiqqanda holatda gapiramiz. Bor narsani, ko'krak saratoni bormi? Bor narsa. Ichak saratoni bor narsami? Bor narsa. Ichakni qoringa chiqarib qo'yish bormi? Bor narsa. Bosh miyadagi onkologik kasallik, sudirgi, qo'l oyoq ishdan chiqishi bor kasallikmi? Bor narsa. Bu barchasi haqiqatni gapiramiz. Bundan ortiqcha, chunki onkologik kasallik bo'yicha yolg'on gapirishni o'zini biz o'zimiz xohlamaymiz.
ayrim insonlar borki, onkologik kasallik bo'yicha guruhim borda, guruhda kulishadi yoki qanaqadir behayo narsalar haqida gapirib qolishligi. Endi bo'ladi-ku shunaqa holatda. Yokida sizlar yolg'onchisizlar, foydasi yo'q, xalina mahsulot ichmagan insonlar shunaqa deyishadi-da, foydasi yo'q deb. O'sha insonlarga bir gap aytaman har doim. Iltimos, bu yoqda onkologik kasallik bilan kasallangan insonlar bor. Har xil narsani gapirmanglar, kulmanglar, ularning ustidan kulmanglar. Ertaga o'zimiz boshimizga tushib qolishidan qo'rqishimiz kerak. Otamiz, onamiz, yaqinlarimiz bor. Bilib bilmasang gapirmanglar, bilib bilmasang birovning ustidan kulib qo'ymanglar degan holatda har doim gapirib o'taman. Chunki bilmadim, biz shunaqa darajada bo'lib qolganmizki, biz o'zimizni balkim betondek mustahkam deb o'ylaymizmi yoki temirga o'xshab zangrasak ham mustahkamligimiz yo'qotmaymiz deb o'ylaymizmi, bilmadim. Insonga bo'xton ag'darish juda ham oson bo'lib qolgan. Lekin bir narsani unutishimiz kerak emas, nima haqida gapirayotganimizga ozgina ahamiyat bersak bas. Men aynan shu soha bo'yicha kimdir nimadir deydigan bo'lsa, iltimos mayli gapiring, mani gapiring, misol uchun nimadir deydigan bo'lsangiz, lekin bemorlarga tegishtirib, bu kasallik bo'yicha ustidan kulmanglar birovlarning ustidan deyman, chunki borda kuladigan insonlar juda ham ko'p. Bu kasallik bilan kasallangan insonlar ustidan. Undan tashqari bu ikkalasi o'tirib olib nimalar deyuradi deydigan insonlar ham bor. Chunki boshiga tushmagan inson baribir o'zini boshidan o'tkazmagan inson nimalar haqida gap ketayotganini his qilmaydi. Hozir bu suhbatimizni o'tkazmasdan ko'radigan insonlar asosan shu kasallikdan aziyat chekayotgan insonlar. Endi bilasizmi, shu joyda bir narsani aytib o'tishim kerak. Endi men xonadoniga boraman deb ularni. Bu gap buni xonadonligi haqida gapirishimda emas. Qanaqa tushuntirib bersam mumkin chiroyli bo'lishligi uchun. Onkologik kasallik bilan kasallangan insonlarning o'zi nimaga aytaman, gapirmanglar, kulmanglar deb turib borganimda birinchi navbatda anaqa xonadan meditsinani hidi, yiring hid kelib turadi-da. O'sha payt aytaman, yo Alloh deyman, shu insonga o'zing shifo bergin, sog'ayib ketsin iloyim deyman-da. Ko'pincha holatlarda shunaqa narsalarni kuzatamanki, o'sha uchun aytaman, iltimos qilaman insonlarga kulmanglar, gapirmanglar bilib bilmasdan. Kim xato qilmaydi? Misol uchun men yoki siz biz nimadir yodlab turib kelib yo'lda gapirib bermaymiz-da yoki qaysidir so'zimiz ravon chiqmasligi mumkin. Siz mana bu narsani xato aytib qo'ydingiz, siz mana bu narsani xato aytib qo'ydingiz deb kuladigan insonlar ham bor. Hech kim bu narsada, misol uchun aytaylik, biz yodlagan narsamizni gapirsak ekanki, bilmagan narsamizni gapirsak ekanki, kulishsa bo'ladigan narsada. Balkim bu hozirgi paytdagi insonlarga yoqadigan narsadir, men bilmayman. Kim nimadir gap so'zlarni, kasallarni suhbatlarini ustidan kulish, kasallarni ustidan kulish. Ayrim holatlar bo'ladiki, rakmi bo'ldi, bu sal o'lib ketasanlar-da. Shuncha odam rak ekan, hamma o'lib ketar ekansan degan insonlar ham chiqqanda guruhimizda. Endi qani u insonga nimadir qattiq gap gapira olsangiz, u Telegram orqali gapiryapti, unga nima deya olasiz? Mayli, xudo bor deysiz, qo'yasiz. Bo'ldi. Shu narsani o'zi yetadi deb o'ylayman har bir insonga. Keyin yana bir insonlar toifasi bor, o'zi boshidan o'tkazmasdan turib, o'zi qabul qilmasdan turib, natijasi yo'qligi haqida bemalol bong olishadi ular. Bemalol ular xalturani reklama qilyapti Sarvar deb baralla ayta olishadi. Men hayron qolaman, seni boshingga shu dard tushmagan bo'lsa, sen bu mahsulotni iste'mol qilib ko'rmagan bo'lsang va yoki mutaxassis bo'lsangiz, siz bemorlaringizni 10 tasini olib, bu halilani o'zingiz cho'ntagingizdan sotib olib, ularda berib sinov o'tkazmagan bo'lsangiz, qaysi tadqiqotlaringizga asoslanib bu xaltura deb gapiryapsiz yoki qaysi kuzatuvlaringizga asoslanib bu bo'lmagan narsani reklama qilyapti deb aytib o'tyapsiz? Axir siz hali boshiga tushib bu mahsulotni iste'mol qilmagansiz-ku degim keladi. Va yana bitta vaziyatni aytib o'tmoqchiman. 100% natija beradi degan gap Yusuf Beyning og'zidan ham, men og'zimdan ham chiqmaydi. 100 nafar bemorni 100 alasi ham 100% sog'lom bo'lib ketadi degan narsa hattoki eng zamonaviy Isroil tibbiyotida ham mavjud emas, Amerika tibbiyotida ham mavjud emas. Bu narsaga ham oddiy ko'zni ochib qaragan inson yaxshi tushuna oladi. Faqatgina kim 100% tuzala olishi mumkin? Men 100% tuzalaman deb o'ziga ishongan odam tuzala oladi. Meni falonchi kelib, Yusufbek kelibki, Sarvarning gapi bilan men 100% tuzalib qolaman deb menga hamma narsani qilib ber deb o'tiradigan inson tuzalmaganlar qatoriga qo'shilishi mumkin. Va
ana o'sha paytda taqdiri azal ekanda endi deb peshanaga lop etkizib ag'darib qo'yish holatlari ham yo'q emas. Peshanaga solishdan avval yaratganga yuzlaning, undan so'rang, yechimlari, sabablarini u sizga bersin, ko'rsatsin, oldingizdan halila chiqib qolsin, balki qabul qiling. Shunda harakat qiling. Natija ola olmasangiz, oxirigacha harakat qildim, shunda ham natija ola olmadim desangiz, ana endi bu balki taqdir azal qazoyi qadarga bitilgan bo'lishi mumkin, lekin ungacha sizga harakatlar rejasi yaratgan tomonidan albatta beriladi. Bu suhbat ham balki sizga kerakli paytda chiqqandir. Shu joyda bir narsani aytib o'tmoqchi edim. Ko'pchilik insonlar o'ylashar ekan, ximiya nurdan keyin, operatsiyadan keyin yoki 3-4 bosqichdagi insonlar halilar endi ichsak foydasi yo'q, yordam bermas ekan, deb o'ylashar ekan. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Shifo Allohdan. 4-bosqichda sog'ayib ketgan insonlargacha bor. Hozirgi paytda agar onkologik kasallik bilan kasallangan bo'lsangiz, ishtahangiz yo'q bo'lsa, ko'ngil aynish kuchli bo'lsa, immunitet tushib ketgan bo'lsa, hattoki Allohga shukr, to'shakka mixlanib qolgan insonlar turib ketgan holatlari bo'lgan. Agar sizda ham shunaqa holat bo'layotgan bo'lsa, bosh miyaga suv yig'ilgan bo'lsa, sudurgi beradigan bo'lsa, ko'zlar xiralashgan bo'lsa, bu holatdagi insonlargacha bemalol halila mahsulotini iste'mol qilish mumkin. Halila mahsulotini aynan onkologik kasalliklar, onkologik kasallik organizmni qayerda joylashmasin, u onkologik kasallik, bemalol iste'mol qilishingiz mumkin halila mahsulotini. Chunki ko'pchilik o'ylashar ekan, menda bosh miyada natija bo'ladimi yoki menda ko'krakda bo'ladimi, ichagimda bo'ladimi? Yo'q, farqi yo'q. Onkologik kasallik organizmda bormi? Onkologik kasallik deb diagnoz qo'yilganmi? Halilani ichsangiz bo'ladi inshaalloh. Lekin shifo Allohdan, biz faqat sababchimiz xolos. Agar ixlos qilsangiz, natija olishga harakat qilsangiz, shifo izlayotgan bo'lsangiz, men sinab ko'rishingiz tarafdoriman. Chunki Xudo xolasa chiqmagan jondan umid, Allohdan so'rab iste'mol qilib ko'ringlar, lekin natija olayotgan insonlarimiz Allohga shukr, yo'q emas, juda ham ko'p Xudo xolasa. Endi biz gaplarimizni bular ertaga aytib o'tiribdi deb qabul qilmasliginglar uchun, albatta shu narsa uchun mana aytgancha kuni kecha tayyorlagan bir narsam bor. Guruhimdagi insonlardan iltimos qilgandim. Shu joyiga agar qarshilik qilmasanglar, men sizlarga bir narsalarni qo'yib eshittiraman mana hozir. shunga altamir telefonga chalg'ib o'tiribmidingiz? O'sha hozir menga tashashganda, ya'ni halila mahsulotlarimizni mana bosh miyadagi onkologik kasallik bilan kasallangan insonlarimizdan bir kelgan natijamiz bittasi bu. Assalomu alaykum. Men bosh miyadan operatsiya bo'lganman. Halila plus 60 ni ichyapman. Halila geni ichyapman. Halila plus 60 yana. Menda natijalar yaxshi, Xudoga shukr. 2 oy chamasi ichyapman hozir. Mana bu men yana Xudoga shukr, Alloh rozi bo'lsin sizlardan, shu mahsulotni yetkazib berganlardan. Hammaga tavsiya qilaman. Ichishda o'ylanmasdan, yetmasdan ichinglar. Mana bemorlari o'zi videoga olib tashlayapti ekan hattoki. Albatta, bemorlarimizni o'zi videoga olib tashlashyapti. Ishtahalarim ochilib, o'zimda tetiklik. Bular yuzim faqat iltimos ko'rsatmaydi degandilar, siz ko'rsam. 3 oydan beri shu mahsulotni iste'mol qilyapman. Natijalari yaxshi. Bunaqa insonlar ko'p. Mana hattoki mana больницаning o'zida yotib, onkologik kasallik 4-bosqichdagi ichayotgan insonlargacha bor. Inshaalloh videolarni Xudo xohlasa tashlab beramiz. Rahmat nomlari juda ham ko'p kelgan. YouTube kanaliga kirsanglar ham turibdi. Albatta bor. Halilaning YouTube kanalida ham bor, o'zi Telegram kanaliga a'zo bo'lib olib, uni kuzatib borsanglar ham bo'ladi. Albatta. YouTube menimcha har bir bemor oldiga o'zingiz borib tura olib yurasiz shekilli. Albatta. Qaysi viloyatda bo'lishidan Yo'q, qat'iy qaysi nazar. viloyatda bo'lishidan qat'iy nazar, inshaalloh o'zimiz borib, natijalarini ko'rib, bilib kelishga Xudo xolasa harakat qilamiz. Inshaalloh Xudo xolasa yana bir inshaalloh o'zim niyat qilib qo'ygan narsam bor. Halilani aynan iste'mol qilib natija ko'rgan insonlarni Toshkentga yig'ish inshaalloh niyatim bor. Bayram uyushtirish, chiroyligina bir bayram qilib berish Xudo xolasa niyatim bor. Xudo xolasa albatta shu narsani ko'nglimga tugib qo'ydim. Shularni qatoriga siz ham qo'shilib qoling. Inshaalloh Xudo xolasa. Chunki sizga bayram qilish yarashadi. Men har doim aytaman-da, inson
O'rtacha umr ko'rish yoshi 70 deb qabul qilinadi-da endi statistik ma'lumotlarda u yoq bu yoqda. Lekin men aytaman, shu inson 70 yilini bitta dard bilan kurashib yashashga sarflab yubormasligi kerak. Shu berilgan umrda mana shu kasallikni bo'g'ib o'ldiraman deb umrbod o'sha kasallikni ustiga chiqaman deb o'tkazmaslik kerak. Umr kasallikka qarshi kurashish uchun emas, to'g'ri yo'lni tanlab yashab o'tish uchun beriladi. Bu dunyo bekat, bir to'xtab o'tiladigan maskan, lekin shu bir to'xtab o'tadigan dunyoda ham shu bitta kasallikka yopishib olib, endi bu meni tark etmasa kerak, endi men shundan o'lib ketsam kerak deb o'tirish, bu faqat va faqat o'zingizga, atrofdagilarga ziyon keltiradigan narsa. To'g'ri. Mana Yusufbek yaqinda tashkil qiladigan bayramga siz ham qo'shilib qolishingiz mumkin. Natija olganlar qatorida kelib, mana men deb gapirsangiz bamayli xotir, bajon dil biz ham sizni tinglashga rozi bo'lamiz. Sizga katta rahmat Yusufbek. Sizlarga rahmat, salomat bo'linglar. Ayniqsa yana bir narsa chiqib qolibdi. Kelayotgan hayit ayyominglar bilan. Tabriklaymiz. Joninglar sog' bo'lsin, hech kim kasal bo'lmasin, hech qaysi bir xonadonda bemor inson bo'lmasin. Salomat bo'linglar.